Ты значительнее, чем любовь. Ты светлее любого дня. Если ты превратишься в боль, что останется от меня? Я на каждую клетку, ты, я на 1000 лет тебе. За тобою на все фронты, за Атлантику и в Тибет. И петляя меж синих льдин, изживая холодный страх, буду я за тобой идти, с белым инеем на губах. Буду рядом и спать, и жить, и беречь твой покой, и тишь, и не станет на свете лжи, если ты во мне говоришь. Если взгляд твой во тьме маяк, буду следовать я за ним. В неизжитых никем краях будешь мною навек храним. И в ребре у меня небес, и в ребре и под сердцем ты. Ты волшебнее всех чудес в очертаниях золотых. Если выпадет в жизни путь, разломив нас напополам, если вдруг предстоит свернуть и пойти по чужим тропам, я тебя буду ждать и ждать, словно хатика или бим. Пусть обходит тебя вражда, пусть ты станешь непобедим, а я укрою тебя от всех, если будет нещадный бой. Да светится на небесах Божья милость перед тобой. Нам все трудности по плечу. Дай мне слово, что до конца. Дай мне слово, что нежность чувств не сойдет с твоего лица. Дай мне преданность и любовь, и заботу, и доброту. Поклянись, что и в чарах снов не оставишь меня одну. И отступит навеки смерть, не погаснет огонь в глазах. Я хочу на тебя смотреть между строчек во всех стихах. Я люблю тебя. Gel yarım, ol şirin sözleri zar, zar, zar. Ol kara gözleri zar, gel yarım, ol şirin sözleri zar, zar, zar. Ol kara gözleri zar, zar, zar. Ol şirin sözleri zar, zar, zar. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz, xush keldingizlar. Barchalaringizni joylaringizdan turishlaringizni so'raymiz. Davramizga keling, kuyovlarimizni taklif qilamiz.
Yoshlarimiz uchun bir qarsaklaringiz bo'lsin. Uylanmagan yigitlarimiz, qizlarimiz bor bo'lsa, bir qarsaklaringiz bilan mana shunday kelin-kuyov bo'lish nasib qilsin. Assalomu alaykum, xush keldingiz azizlarim. Farhodjon ila ELMIRA to'ylaringga xush kelibsiz azizlardir. Aziz mehmondoshlarimiz, qarindosh urug'larimiz, yaqinlarimiz. Mana bugun ikki oila rishtasi qo'shilib osmondan nikohlari yana taqdirlari bugungi kunga nishonlangan ekan. Farhodjon, ELMIRAxon, bugungi nikoh to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Bugün sizler için en güzel gün. Taqdirlari bugunga nishonlangan ekan. Bundan 20-22 yil avval xonadonlarga o'g'il farzand, qiz farzand kelib, onalari, otalari xursand bo'lgan edilar. Mana esa mana shu farzandlari voyaga yetib, bugun kelin-kuyov bo'ldilar. Ya'ni bugun Xo'jamqulovlar, Murodovlar rishtalari qo'shilib, oilalarining quda-qudachiliklari 1000 yillik bo'lsin deb niyat qilamiz. Bu xonadonning ulug'lari bo'lgan Amandovlat akamiz, Zaynabxon yengamiz Farhodjonni ulg'aytib, bugun kuyovlik yoshiga keltirdi. Yoniga go'zal qizimiz yarashgan ELMIRAxonni voyaga yetkazgan Eshqot akamiz ila Sapalgulxon opamiz. Bugün sizlarni farzandlaringizning nikoh to'ylari bilan tabriklar ekanmiz. Uzoqlardan duolarni yo'llayotgan. To'yimizga ko'zi tushib, farzandlariga o'zini niyatlari bilan video kamera orqali izlayotgan ona otalariga bo'lgan cheksiz muhabbatimiz bor. Baxtli xonadonning, baxtli oilaning ona otasi, oilaning ulug'i bo'lgan, yoshlari ulug', duolari mustahkam bo'lgan shu oilaning ulug'lari uchun kelin-kuyovlarimizning birinchi salomlarini yo'llab qo'yamiz. Omondo'lat akamiz, Zaynabxon yengamiz bugun xonadoningizga kelin keldi. Farhodjon ulg'ayib kuyov bo'ldi. Siz uchun kelinimizning go'zal salomi ila birinchi salomi sizga bo'lsin. Marhamat, kelinimiz qaynonangizga bo'lgan shirin tilaklar bilan egilib 3 ta salomimizni Omondo'lat akamiz ila Zaynabxon opamizga yo'llab qo'yamiz. Ona aziz, ona motabar, ona ota bizning rizq ro'zimiz. Ona ota borki sunmas umr chirog'imiz. Ona so'zini so'zlar bo'lsak, sig'maydi yer osmon. Ona ota so'zini kuyga solsak, tuganmas she'r doston deb Eshqot akamiz, Safargulxon opamiz xonadoningizga kelgan Farhodjon kuyov emas, o'g'il bo'lganlari rost bo'lsin deb kelin-kuyovlarimizni Eshqot akamiz ila Safargulxon opamizga ham salomlarni yo'llab qo'yamiz. Baxtli yoshlarimizga baxt tilagan holda uzoqlardan shu farzandlarni to'ylarini muboraklab, ona otalariga bo'lgan cheksiz hurmatimiz bor. Boshimiz yerga tekkunicha ta'zim qilamiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, baxtli xonadonda to'ylari muborak bo'lsin deb xonadonning ona otalari sizlar uchun boshimiz yerga tekkunicha ta'zim qilamiz. Kelin-kuyovlarimizni joylariga olamiz. Marhamat. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Farhodjon ishdan kelganlarida qo'llariga egilib pistollar quysinlar. Kelin desinlar, janon kelin desinlar. Qaynonalari kelinjon deganlarida labbay xolajon deb yugurib xizmat qilsin deganlari bir qarsaklaringiz bilan. Aziz mehmondoshlarimiz, qarindosh urug'larimiz, bugun nikoh kunimizning sababchilari bo'lgan Farhodjon ila ELMIRAxonlarni yana bir bor nikoh to'ylari bilan tabriklaymiz. Hayotingiz oldlaringizga bezatilgan gullar kabi go'zal bo'lsin. Shirinliklar kabi shirin bo'lsin. Nasib bo'lsa, quchoqlaringizga farzandlar yarashib, mana shu xonadonni ulug'lari bo'lgan Eshqot akamiz, Safargul opamiz, shu xonadonni buyuklari bo'lgan Omondo'lat akamiz, Zaynabxon yengamizni quchoqlari nabiralarga to'lib, nabiralar to'yini berish nasib qilsin. Bugun shu xonadonning
qutlug'lariga uzoqlardan bo'lgan salomimiz ila to'ylari muborak deb qolamiz. Kuyovlarimiz kelinimizning oy yuzini ochib qo'yishingizga ruxsat beramiz. ELMIRA FARHAT bilan birgalikda umrboqiy yostiqdoshingizni tanlaganingiz rost bo'lsin. Kelinimiz nasib bo'lsa mahallasining eng go'zal, eng sarishtali kelini bo'lgani rost bo'lsin. Kuyovlarimiz Farhajon Toshkent xonadonining kuyovlari emas, o'g'illari bo'lib, boyu badavlat kuyovlari bo'lganlari rost bo'lsin. Kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, uvali bo'lsin, juvali bo'lsin. Mana bugun shu to'ylarni o'tkazish, Farhajon ila ELMIRA uchun atalgan nikoh kechamizni İstanbulda masal texnikada o'tkazish nasib qilibdi. Har bir insonga mana shunday to'ylar qilish nasib qilsin. Shunday ekan aziz mehmondo'stlarimiz, qarindosh urug'larimiz, to'y bazm kechamizni ochiq deb e'lon qilar ekanmiz. Hamid akamiz keling, ikkoviz shirin tilagingiz bilan to'y bazm kechamizni ochib bersangiz. Rahmat sağ olun. Aziz mehmonlar, assalomu alaykum. Qanday yaqindan keyin aziz mehmonlar. Mana ulkan farhat va umumiy umrlik yo'ldoshlayotgan ELMIRA kelinimiz baxtli bo'lsin. Ularga uzoq umr ishlarida ustunlik. Mana shu o'tirgan hamma mehmonlarga rahmat sog'lik va to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin. Mana shuni bilan bugungi to'y bazm kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tkinchi, shuning uchun ataganlarimiz to'ylarga ketsin. Yaxshi umid bilan yozib dasturxon, elga to'y berishni ayladi havas. Bugun Xo'jamqulovlar oilasini, Murodovlar oilasini hurmat qilgan chin do'stlarimiz kelib davrimizga qo'shilsalarmiz. Hayotda ko'p narsa talab qilmayman, faqatgina tinchlik bor bo'lsin deyman. Farhajon, ELMIRA sog' bo'ling, omon bo'ling, niyatingiz pok bo'lsin, murodingizga yeting deyman. Tashviqotlar zavqqa to'lib qora ko'zlar chu bugun, bir-biriga orom baxsh bermagan, tilsiz so'zlar yo'q bugun. Biz yuzmayız turar ekanmiz, shunday go'zallar bilan qutlaymiz Farhajon ELMIRA xonlarni bugungi nikoh oqshomi bilan deb keling yo'llarimizni ham o'tirishlaringizga ruxsat beramiz. Oppoq libos yarashibdi bo'yingizga, qadma qarindosh keldi bugun to'yingizga. Allohdan so'raymiz, nur yog'dirsin uyingizga. Shabakromjon Umbarov xizmatdadir to'yingizda. Aziz mehmon do'stlarimiz, qarindosh urug'larimiz, sizlar uchun Farhajon ila ELMIRA to'ylarida Shabahrom Umbarov kuylaydi.
yaqinlarimiz, oshnoları, do'stlari, qarindosh urug'larimiz belgingiz bo'lsin, birazdan gama yuradi. Keladigan mehmonlarimiz bor bo'lsa kutib olingizlar. Tushadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa tushib qolsinlar. Birazdan gama yo'lga tushadi. Bizning to'yimizni davom ettiramiz. Navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Barcha mehmondo'stlarimizga o'tirgan to'yimizni qilamiz.
coşkularımızdan başlayalım. Devam edelim.
Eltimiz gelip bana yanımda oynasana. Arap kızım sana başımda taktı bana. Eltimiz gelip bana yanımda oynasana. Oynamamanı karatır sonra oyunlar yaratır. Akıllarını karatır nazlanıp oynasana. Oynamamanı karatır sonra oyunlar yaratır. Akıllarını karatır nazlanıp oynasana. Aldım anam, sevip aldıysanam, sevgilim yok eder. Alam alam alam, sevip aldım anam, sevip aldıysanam, sevgilim yok eder. Alam alam alam, oynamamanı karatır, sonra uyular yaratır. Akıllı beyni karatır, nazlanıp oynasana. Oynamamanı karatır, sonra uyular yaratır. Akıllı beyni karatır. Acımı acımı sözler, sancımı sancımı lablar, mırcımı mırcımı gözler, gözler insanlar. Acımı acımı sözler, sancımı sancımı lablar, mırcımı mırcımı gözler, gözler insanlar. Oynamamanı karatır, sakın oyunlar yaratır. Akıllı beyni karatır, nazlanıp oynasana. Oynamamanı karatır, sakın oyunlar yaratır. Akıllı beyni karatır, nazlanıp oynasana. Gözler sana güzel, sözler sana sözel, sever sana ezel, ezel ezel ezel. Gözler sana güzel, sözler sana sözel, sever sana ezel, ezel ezel ezel. Kaşları gözü bomba, saçları gözü bomba, bakıları bomba, bomba bomba bomba. Kaşları gözü bomba, saçları gözü bomba, bakıları bomba, bomba bomba bomba. Ben sana aşık oldum, çiçekleri mahvoldum, azar azar da öldüm, öldüm öldüm öldüm. Ben sana aşık oldum, çiçekleri mahvoldum, azar azar da öldüm, öldüm öldüm öldüm. Kaşları gözü bomba, saçları gözü bomba, bakıları bomba, bomba bomba bomba. Kaşları gözü bomba, saçları gözü bomba, bakıları bomba, bomba bomba bomba.
Aldı. Sağ ol, insanlık mısın? Dükkan. Kanım, bağlı yakın. Nasıl olsa, amanı babaga, benim kanaga, kiraklı. Otudan kırıp sudan çıkıp жүрсün de. Aynen, nasip olsa. Nasip olsa hemşe argatlaş üzülmesin. Привет, Sıdık Bey. Hocam kolum. Sıdık. Ulan Sıdık bile. Şimdi buladı özü. Yaşasın Türkiye dedim mi özüge? Sol vaqt çıxıb qozun, bugün mən aşnam toyuyağın, gelinmən qoşa qarşısın, nasip olsa, Dükkan gelinlə babamın hələmə, qız da yapışsın da, kızım da yapışsın, aşnamam, kaynatası, o da yapışsın da, nasip olsa, iyice mümkün şunda yapılsın. Toylarda ulaşıp, bu yıl, kelin toyda oturup biz, enine yıl sünnet toyda oturmağım nasip olsa, Toycan. Aytın. Neyimiz? Birinciden can sağlık, ağzı bölük müsün? Vermesem koşanıyla koşa karşısın. Nime niyet kılmışsa niyetleri eşitip, ulu kızı köp müsün? Hemşe toy tomaşada katlaşıp gerek. Kilim, halim bilen babanın hizmetini çok kılıp jirsin. Kız bargandayım tabii ki. Onun da sağlıkları için 2 yaşlı. Eyvallah. Nima deyman, sog'lik isanlik bo'lsin. Dükkanın ham bağatlı bo'lsin da. Nima deymiz? Kimning nima niyat qilsa niyatlariga, orzulariga yetkazsin. Sog' mana yurtimizga borayib. Niyat qilgan bo'lsa, niyatiga, orzulariga yetkazsin. Dövlet boboyga ham, halama ham, ularga ham kelin bo'laman, singil bo'laman. Kelin de xizmat qilib yursin da. Men nima deyman? Жаңа айтылған gaптар aldık onda. Sıdık olan, sıdık.
Thank you.
salomat boringizlar, o'yinchilarimiz, omon boringizlar, qarindoshlarimiz, urug'larimiz, sog' boringizlar. Har doim to'ylarda yuringizlar, to'ylaringiz to'yga ulashsin. Mana shu davramizda ajoyib o'ynagan o'yinchilarimiz uchun bir qarsaklaringiz bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz, to'yimizni tadini chiqaringizlar. Bugun kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan eng go'zal kun. Kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan bugun asobi bir kun. Kelin-kuyovlarimizni yana bir bor bugungi nikoh to'ylari bilan tabriklaymiz. Farhajon, Elmiraxon, bir umr baxtli hayotingizda yana baxtli kunlar kechiringizlar nasib bo'lsa, quchoqlaringizga farzandlar yarashib, unutilmas bu kechamizni hech bir zamon unutmaylik deb, davramiz o'yinchilariga deb to'y egalari nomidan qo'yilgan prizlarimizdan boshlaymiz. Marhamat qilib davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilarga deb mana shu to'yimiz uchun atagan qachonlardan mana shu to'yimizni kutib kelgan, bugun to'yda xizmatda izzatda yurgan, oyoqlari yerga tegmasdan to'yimizni buyuklari bo'lgan kuyovto'ramiz akalari nomidan qo'yilayotgan prizlar ila tanishtirib o'tamiz. Birinchi prizimiz kuyovto'ramiz Kamoljon akasi nomidan 50 lira priz. O'tkirjon ukasi nomidan 50 lira priz. Bundan tashqari kelin-kuyovlarimizni tabriklab Farhajon, Elmiraxon sizlarni uzoqlardan bugungi nikoh to'ylaringiz bilan tabriklab, nabiralarining nomidan, Diyanaxon, Dinaraxon nomidan bugungi nikoh to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin, bobosi qo'sha qarasin, baxtli hayotingizda nimaiki yaxshi niyatlar bor bo'lsa sizlar uchun bo'lsin deb, Diyanaxon, Dinaraxon nomidan ham zo'r o'ynagan o'yinchilarimizga 30 lira prizimiz bor. Turkmanistondan asol bu prizlarimiz. Bundan tashqari yana davramizda zo'r o'ynagan o'yinchilar deb, o'yinchilarimizga atab Hamid akasi nomidan 50 lira bir, 20 lira yana davramiz o'yinchilariga atadik. Hozir esa mana shu prizlarimizni boshlab ismlarini aniq bilmadik, ammo kuyovto'ramiz yonida turibdilar. Jumanazar ukamizni prizga taklif qilamiz. Mana shu yerda turgan oq ko'ylakda kostyumda turgan ukamiz, ismingizni bilmadik. Birinchi prizimiz Aziz ukamizga, Jumanazar ukamizga, Sakat ukamizga. Agar shular bilan yorishib o'ynayman deganlar bor bo'lsa, o'rtaga kelsin. Birinchi prizlardan boshlaymiz. Marhamat san'atkorlarimiz bir muzika bo'lsin. Ismlari tutilgan kishilar marhamat o'rtaga. Marhamat. Aziz bilan yorishib o'ynayman degan bor bo'lsa kelsin. Aziz ukamiz nomidan yana davramiz o'yinchilariga takrordan qo'yamiz. Kuyovto'ramizni Askar ukasi nomidan ham 50 lira prizimiz bor. Aziz o'yinchilarimiz sizlar uchun. Hozir esa yana to'yimizni davom etar ekanmiz. Jumanazar armiyaga o'rtoqim o'yinchilar safida yana o'yinchilarga 20 lira prizini qaytadan davramizga qo'ydi. To'yimiz hali davom etadi. Bu ilk prizlarimizdan aziz mehmonlarimiz
hali kuchlarimiz so'nmasin, kayflarimiz so'nmasin, chunki to'yimiz to 11gacha davom etadi. Shunday ekan to'yimizni davom ettiramiz. Mana shu kelin-kuyovlarimizni bugungi nikoh to'ylari bilan tabriklab tashrif buyurgan mehmon do'stlarimiz orasidan marhamat qilib davramizga kelinimizni sinfdosh o'rtoqlari dugonalaridan Lovrahon singlimizni davramizga tabrikla so'z navbatiga taklif qilamiz. Marhamat, Lovrahon davramizda bor bo'lsangiz keling. Davramiz to'yga yarashgan kelinimizni ELMIRA xonni hurmatlab izzatlab kelgan mehmon do'stlarimiz. Yana davramiz o'yinchilariga Farhajonni Ravshan Jizzasi nomidan yana 20 lira priz. Aziz mehmonlarimiz, o'yinchilarimiz sizlar uchun. Qizil gul degani hijron emasmi? Qiz bola degani mehmon emasmi? Onaning uyida kechirganlarim qaynona uyida armoni emasmi? Qiz bola go'zal lola yuzda kilosi bo'lsa, yigitni lol etar agar ibosi bo'lsa, go'zal bo'lur to'ylari sevgi vafosi bo'lsa, otalar bosh ko'rsa-yu, ona rizosi bo'lsa deb davramiz to'riga yarashgan yoshlarimizni voyaga yetkazgan ona otalari bor bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, to dunyo turguncha turingizlar. Mana bugun farzandlaringiz davramiz to'riga yarashib kuyov kelin bo'ldilar. Mana shu farzandlarni nimaiki yaxshi niyatlagan bo'lsalaringiz, orzularingiz bugun voyaga yetdi deb davramiz to'riga kelin-kuyovlarimizni yarashtirdik. Keling, Lovrahon singlimiz davramizda bor bo'lsa, tabrikla so'z navbatini Lovrahon sizdan eshitamiz. Marhamat. Evliliğiniz farklı ve yüzleriniz gibi güzel ve mutlu ve huzurlu olmasını dilerim. Allah size hiç ayırmasın. Mutluluklar. Sınıf arkadaşlarımızın adından hediyemiz var. Salomat bo'ling. Lovrahonning shirin tilaklari bilan bir qarsakalaringiz bo'lsin. Kelinimizni hurmatlab kelgan sinfdosh o'rtoqlari tomonidan salomat bo'ling Lovrahon. Sizga kamskat salomatlik deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Qo'sha qilsin. Salomat bo'lingizlar aziz mehmonlarimiz. Kelin-kuyovlarimizga bo'lgan shirin tilaklaringiz, orzularingiz bol bo'lsa, kelib ro'yxatga yozdirib kelishlaringizni so'raymiz. Shunday ekan aziz mehmonlarimiz, davramiz o'yinchilariga atalgan ushbu prizlarimizni takrordan davramizga qo'yamiz. Aziz o'yinchilarimizni, qarindoshlarimizni, aka-ukalarimiz barchalaringizni o'rtaga o'yinga taklif qilamiz. Marhamat qilib, yana navbatimizni san'atkorlarimizga beramiz. Barcha mehmon do'stlarimizni o'rtaga ushbu prizlarimiz bilan o'yinga taklif qilamiz. Ikki irmoq birlashib anhor bo'ladi. Bugun bu xonadonda nikoh to'yi bo'ladi. Aziz do'stlar, to'yxonamizga marhamat eting. Sizlar bilan to'yxonamiz nurga to'ladi. Sizler için Şabakan Gönlü Umbarı.
Şimdi sana Amerika. Hanımızın soğun ya, hanımızın kokun ya, durursun tenin kokun ya, bozulsun taze hekim ya, arasın saçlı zari, bedenin bari, bu taze keri ya, ölüm geçip bari, gelsin de, az oynayalım ya, boşu tanrımın hali, göçürüşün hali, dırmalı hali ya, bu gecenin hali, geçmesin bu ne, aşk yolun devine, zina vurma git başkaları sen, saçma temizsin, kankam hali ya, başın elin yediğin hali sen, gurgun sevin, kan soynamali ya. Topluya karşılasın hareketini kır, tutun yapamam yıkıcı sevdiğin izini göresi yeniden patlan, birinci patlan sana bir tek yok patlan hadi vurulsun, mutlu patlan bizimle patlan, bize hareketi bileşine nesi çok olsa fırsatın onunla dinleti akıl yok sağlıcında kısmında yöneti tutansa bitirmesin seni hareketli. Şahin bana baksan, ben niye yazsam öyle yazsam, benim uzun yazsam, Şahin benim neresi bu akşam, dedi ki götür beni aya, 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 ho. Dedi ki bizi aya, 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 ho. Mami mi gerçi geldi faya, 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 ho. Bizi yapmışsın buraya. Hasretinle yana, yana, yana. Ya yaşakta var azim kaçta verim, ıkta bulamını takta verim, bıraksa benim, kalsa geri, almaz ezilsiz sahip this life, you the best life, you the best living, what is living this life, uka pula is life, living this life, kaçta Allah'ım taki next life, ya şahane benimle misin bu akşam, annemle kalbimi sevip bıraksam, bana pırlantaları taksam, alma bula giri arabam, bana baksan, ben diye sosa beni atsam, deli kızımı yazsam, şahane benimle misin bu akşam, dedi ki götür beni aya, 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 ho. Dedi ki kız aya, 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 ho. Mami mi gerçi geldi faya, 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 ho. Bilmiyorsun buraya. Hasretinle yana, 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 yan yanaysak, bizi yazılı distan sayfalarca, İstediğime dönsün ben kafamda, hem dertler hem dermanlar yarda, baharda varken bir havarla. Her baharda gel savaşma, gel savaşma, sevinçle ucunu canlı başla,
Asmanda aysan, sızarım aysan, şahlatır koymadın, düğmeti aysan, oynanıp yürüme, gördüğümü gülme, yüzüm başkaları, yüzüm sözler. Meyli canım,
Düğün bak yaz olsun, arkada
Sabah hedeflerimiz tarafından. Türkmenler!
bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, oyoqlaringiz, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Barcha o'yinchilarimiz uchun bir qarsaklar bo'lsin. Astanalar kim aytursinlar? Radi. Aslida to'yimizning eng zo'r o'yinchilari kelin-kuyovlarimiz ekan. Kelin-kuyovlarimiz uchun attenli bir qarsaklar bo'lsin. O'yinchilar to'yda o'yinchilar o'ynaydi deganlaridek, davramizning eng zo'r o'yinchilariga bo'lgan prizlarimiz e'lon. Aziz mehmondoslarimiz, sizlar uchun yana davramizga prizlar qo'shildi. Hamid akasi nomidan 70 lira priz qo'yilgan edi. Bundan tashqari Diyanaxon, Dinaraxon singillarimiz nomidan 30 lira prizimiz bor edi. Kamol akasining nomidan 50 lira, O'tkirjon akasining nomidan 50 lira. Kuyovto'ramiz sizni kelinimiz bilan qo'sha qarasin deb atayin. Ro'zaxon nabirangiz nomidan to'ylaringizni tabriklaymiz. Baxtli bo'lingizlar, o'g'illi bo'ling, juvonli bo'ling, nasib bo'lsa quchog'ingizga farzandlar yarashganda Ro'zaxon opaxon bo'lib yursin deb Ro'zaxon nomidan 50 lira priz o'yinchilarimiz uchun. Mukriddin oshnasi nomidan 20 lira priz davramiz o'yinchilari uchun qo'yilgan edi. Ravshan Jezasi nomidan ham 20 lira prizimiz davramizda bor edi. Hozir esa mana shu o'yinchilar orasidan o'yinchilarimizni saralab chiqdik, marhamat qilib davramizga eng zo'r o'ynagan o'yinchilar deb. Kuyovto'ramiz oshnolaridan Muhriddin oshnasini, Murodjonni o'rtaga prizga taklif qilamiz. 50 liradan katta kelinimizni ikkita dugonasi kelsin. Eng zo'r o'ynagan go'zal qizlarimizdan Azodaxon, Dinaraxon ismlaringizni to'g'ri bilgan bo'lsak, marhamat sizlarni ham o'rtaga prizga taklif qilamiz. Marhamat. Yana prezini davramizga qaytadan qo'ydi. O'yinchilar davrasida yana zo'r o'ynagan o'yinchilarimizni qurimizga taklif qilar ekanmiz. Keling, yigitlarimizning sultoni bo'lgan Turg'un ukamiz uchun attenli prezimiz bor. Arslonjon sinfdosh o'rtoqlaridan kelsin o'rtaga. Xosiyatxon qizimizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Davramizda eng go'zal o'ynagan shu qizil ko'ylakda turgan go'zal qizimiz uchun attenli prezimiz bor. Keling, marhamat davramizda yana zo'r o'ynagan yigitlarimizdan bo'lam bo'lsa o'layin, bo'lajonim to'yida oyog'im yerga tekmasdan o'ynayin deb Ramazon bo'lasi bor bo'lsa Ramazon bo'lasini o'rtaga prezga taklif qilamiz. O'ral jiyanini ham o'rtaga prezga taklif qilamiz. Mana shu partiyada hech o'rtada o'tirmadan o'ynagan o'yinchilarimiz kelsin. Ramazon jiyani. San'atkorlarimiz bir marta bo'lsin. Go'zal qizimizni Turg'un ukamiz to'yimiz boshidan o'ynab kelayotgan yigitimizni bittasi. Xosiyat sinfdosh o'rtog'i kelsin. Arslan sinfdoshi marhamat. Xosiyat qo'y qizimiz. Marhamat.
akamiz nomidan yana davramiz o'yinchilariga qaytadan prizimizni qo'ydik. Murodjon Arimesko o'rtog'i nomidan ham aziz o'yinchilarimiz sizlarning o'yinlaringizni ko'rib yana zavqlangan o'yinchilarga deb Murod armiyasidan ham 50 lira priz katta davramiz o'yinchilariga. Hozir esa kelin-kuyovlarimizni davramiz qurimiz o'rtasiga taklif qilsak, shirin tortlarni davramizga taklif qilib, sizlar uchun atalgan shirin tortni kesishga ruxsat bersak. Marhamat kelin-kuyovlarimiz. Kelin-kuyovlar, bugün sizning ismingiz. Yarashibdir bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz, chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz, chinor soyabonsin on boshiga, tog'larimiz yuzlarimizga qaniychilik bo'lsin, kelin-kuyovlarimiz yetishsin ona ota yoshiga, haj kunini shunday to'ylarga yetkazish muyassar bo'lsin. Arzumlardan oppoq ko'ylak kiydirdi onang, oppoq pari ro'molingdan nafis bir chechak, oqpoyonda surpagulga to'ldi astonang. Bu dunyoning oq niyati sensan kelajak. Qaynonasini onadek hurmatini qilsin, qaynotasini otadek izzatini qilsin. Kelin-kuyovlar bir umr baxtli bo'lishsin, farzandlar ko'rib yana shunday to'ylarga yetishsin. Alposhday so'zi o'tkir o'g'ling bo'lsin, olma yuzli shirin so'zli qizing bo'lsin. Xudo taraf oltin beshik olib kelsin, 9 oydan shu xonadonda beshik to'yib olsin deganlar. Bir qarsaklaringiz bilan. Baxtli bo'lingizlar yoshlarimiz. Farhajon ELMIRA uchun, ELMIRA Farhajon uchun yashasın. Umr boqiy bir-birlaringizni sevilib yashangizlar. Baxtli xonadoningizning baxtli bekasi ELMIRA bo'lsin. Yonida yarashgan umrlik yori qora ko'zi Farhajon bo'lsin. O'g'ling bo'lsin oltin oshiq o'ynagan, qizing bo'lsin qismiga hech kim to'ymagan. Baxting bo'lsin yoringizni baxtsiz qilmagan, yoningiz bo'lsin o'zgani yor demagan. Qarsaklaringiz bilan baxt qasri omon bo'lsin, omad yo'liga seni yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Va'dani muqaddas bilmagan odam sevgining qadriga yetmaydi sira. Sevdim deb hayotga qo'yding qadam, ko'zingni katta och, yo'lingga qara. Chin va'da sevgidan ochilgan chechak, unga bog'liqdir kelajak. Bugun to'y kechasi shodlik ayyomi, bugun to'y kechasi shodlik tashakkuri. Qani ey do'stlarimiz, ko'taring qadam, kelin kuyovlarimizning sog'ligi uchun. Hayır. Hadi gel.
Qo'shiqlarimiz kelin kuyovlarimiz uchun ekan, asoba. Kelin kuyovlarimizning ona otalardan hammalaridan iltimos qilamiz diqqat. Tabriklash so'z navbatini mamlakatdan kelin kuyovlarimizni voyaga yetkazib shu kunlarga yetkazgan ona otasining tabrigini qabul qilamiz. Anadolu'nun İlmira kadınların atlı bulunduğu soylardan katılmalı. İlmira kadınların arka bulunduğu Amin inşallah. Eyvallah. Tilaklariga qo'shilganlari bir qarsanglaringiz bilan onalaringiz kelin kuyovlarimiz sizlar uchun nasib bo'lsa kelin kuyovlarimiz ona otalari kabi oila qurganlari rost bo'lsinlar. Kelinimiz mahallasining eng go'zal xizmatkori kelini bo'lsin deganlari bir qarsanglaringiz bilan Farhatjon Elmiraxon bilan qo'shilamiz. Bu farzandimiz sizlarning sog'liklaringiz kelajagingiz uchun baxtli xonadoningizning Elmiraxon bo'lsin, yo'llariga yo'rashgan xonadonning begi Farhatjon bo'lsin. Baxtli bo'lingizlar yoshlarimiz, qo'shalaringizlar. Emre, rahat bulunsa, nasılsa iyi cevabından şurada kılmışsın. Eshikka tanqo. İkinci cemada bir şeyler kurmak hemmemizin aslında alacağız. Bulmasın sizin gözünüz, mayınızla unutarsınız ama yolunuz koymaz sizin ağalarınızı, yavrularınızın ağalarından, kaval ülkesi, Özgür ülkesi, en şirin dilekleri yakınlarından olsun. Kaval ülkesi, Özgür ülkesi, şarkıları. Kamal akası. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana shu kuni aşkın Dükkan FARHAT onun ülke ulaşabilen elimiz emirlerini nikah kutçasında oturaykenimiz bir bekleyişe uzak olur. Can sağlık, ben sizler bağışlayın. Hamtaka. Hamşe şundan mısın da geçiler. Buna diyemiz abi. Biz bir sesine gittik ya. Rahmet diyenlerimiz için. Eyvallah. Eyvallah. Kamal akası rahmet. Yeşil kamal akası. Kelin kuyovlarimizni umrboqiy bir-birlari bilan bog'lashtirib turar ekan. Umrlik nikoh uzumlaringiz muborak bo'lsin. Farhatjon Elmiraxon baxtli xonadoningizning baxtli yoshlari bo'ling. Nasib bo'lsa sizlarga akalaringiz kabi oilangiz mustahkam bo'lsin. Shu tilaklar bilan birgalikda o'rtadagilar sizlardan bir iltimos, qo'limizni kengroq olingizlar. Kamerachi akalarimiz ko'payib ketgan iltimos. San'atkorlar yoniga tomon ketingizlar iltimos. Qizlarimiz sizlardan ham iltimos. Do'sting bo'lsa, teng bo'lsa, yurak banding keng bo'lsin. Mehnatda hamroh, hatto doim hamrohing bo'lsa deb yaqin do'stlaridan davramizga taklif qilamiz. Kuyovlarimizni Mukriddin oshasini, kelinimizni go'zal qizlarimizning dugonalari Nargizaxon, marhamat shirin tilaklari bilan Mukriddin oshasidan hamda Nargizaxon dugonasidan ikkovi shirin tilaklarni eshitamiz. Gel yap. Güzel. Assalamu alaikum uzaklaşan İstanbul'dan. Mana bugun Ashramlı FARHAT
onun yoldaş ürünlerin dikkat duyarlı reklamımızı Allah'tan en yaşlılar dilek olan ve uzatma ve aşmanı hakkına. Yalnız burada bir kişi yaparken vardı. Şurada bir taşlar attı, duyulduğu kişi yaparsını yaparken, duyulduğu yaparken var. Bir de İzmir'den kimin fazla taşlar attı? Dükkan. Dükkan! Sürpü garajı getirenler. Sovg'alari bilan do'stlarini nomidan qabullaringizlar, baxtli bo'ringizlar yoshlarimiz, qo'shiqlaringizlar, baxtli xonadonlaringizlar. Hamisha to'y bo'lsin, to'ylaringiz to'ylarga o'rnasin, quchoqlaringizga mana shunday huzurlar yursin. Omon bo'ling. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyoda mol davlat shuhrat o'tguncha, shuning uchun ataganlarimiz to'ylarga yetsin. Farzandlar o'rnaga moyga yetsin, to'ylar ko'rmashimiz osmonga yetsin. So'rayman Alloh doimdan faqat ko'rdiramiz faqat jon kelinimiz ELMIRA qo'llarga hamisha baxt yor bo'lsin. Kelinimizni hurmatlab degan sinfdosh o'rtoqlaridan qilindi sinfdoshni qadrimizga taklif qilamiz. Kelin sizdan ham ikki olishingizni aytishni istadik. Kuyovimiz FARHAT, qizlarning ayolini tayyorlagan qidirganimiz var, shuni tashlashga ruxsat bering. Salomat bo'linglar. Yoshlarimizni taqdirlagan qizlaringiz bilan. Barchalaringizga mana shunday to'ylar qilish nasib etsin deb to'yimizni davom ettiramiz. Hozir esa navbatimizni san'atkorlarimizga beritamiz. Birinchi vals qo'shig'imiz faqat kelin kuyovlarimiz uchun. Vals qo'shig'imiz kelin kuyovlarimiz uchun. Marhamat, kelin kuyovlarimizni o'rtaga taklif qilamiz. Marhamat, kelin kuyovlarimizni vaqtingizni. Faqat bu qo'shig'imiz kelin kuyovlarimizni hurmat uchun.
faydası yok. O seçimle tanıyansa diğer şanti bunda. Hatta ayıp o zina. Yoshida qizaloq hali hayot ko'rmagan, hayotda oz-oran ajrashishni bilmagan. Aqlidagi dugunalari sababli o'zgargan, miyasini zaharlab tirashni buzgan. Sevgini qildi bir yigit, kelishgan o'ylardi, ertaklarda shahzodasi o'tgan. Shunday so'zga shu qismlar romantika, bola esa o'zida yashamoqda o'sha taktika. Soatichiga qisqaligacha indamas, ko'zlar olga tunda ota-ona tinchimas. Ketma-ket omroqlar, lekin javob havoda takrorida qanchalar chekib azob. Qisqa esa vaqtda yotasi ularni o'ylamay, o'zini baxsh etgan yigitlar aslan shu onda kelajagiga umtilibdi. Ota-ona orzu havaslar so'ndi bir zumda. Go'zal ko'zlaringda tomchi yosh, o'zingni qiynab yana yetmadimi bardosh. Qalbga xatoing uchun o'zingga kifosh. Qalbim bor eding ko'zingda yosh. Endi unga farqi yo'q, qaylarda kim bilasan. Endi unga farqi yo'q, ne azobni chekmoqdasan. Ko'z yoshi foydasi yo'q, o'zi shuni tanlagansan. Nega ishonding undan, hamma ayb o'zingda. Endi unga farqi yo'q, qaylarda kim bilasan. Endi unga farqi yo'q, ne azobni chekmoqdasan. Ko'z yoshi foydasi yo'q, o'zi shuni tanlagansan. Nega ishonding undan, hamma ayb o'zingda. Yoshlarimiz vaqti bilan izlar keraklarimiz. Qani marhamat oshna do'stlarni hammalaringizni valsga taklif qilamiz. Keraklarimiz vaqti bilan izlar marhamat. Qarsalarni Bugün o'zgacha qara, biz kutgan o'sha sana. Go'yo qaytadan seni sevib olyapman yana. Ko'zlaringdan nur to'lar, ko'rarsan jim termolar. O'tgan kunlarni eslab, qo'shdan ko'z yosh to'kib, yoningdaman. Baxtimiz bo'ldi butun, yoningdaman. Qiynaldik yillar uzun, yoningdaman. Seni boqib bostasan, betakror kulmoqdasan. Yoningda, yoningdaman. Qo'yvorman endi seni, yoningdaman. Sog'ingan baxtim meni, yoningdaman. Biz uzoq kutgan bugun, yagonam sevgim bugun yonimda. yoshlarimiz vaqti bilan izlar.
yoningdaman seni farklı bastasan betekrar gülmoqdasan yanımda Baxtımız erken kalamız. Xanım hükümet yaşlanmışsın. Сказано шикер, девушка выбирай, ты же королева, кому хочешь выбирай. Девушка, ну край-яй-яй-яй-яй, девушка, ну край-яй-яй-яй-яй. Сказано шикер, девушка, ну край, ты же королева, кому хочешь выбирай. Девушка, ну край-яй-яй-яй-яй, девушка, ну край-яй-яй-яй-яй. Твоя тайна лишь не тайна, не похожа на силу. Все ты нам и просто играем, ты не такая, как все. Давай улетим с тобой далеко, мама, давай без знаков, без инстаграма. Я за любовь и на нота драма. Ты рядом, но мне тебя мало. Этим буду взять по ночам. Возможно, тебя не замечаю. Почему твои глаза вижу вечер? Подожди меня, я буду сейчас. Вдвоем на край, пойдем пока. Ты безумно, я буду рядом с тобой. Я буду рядом с тобой. Сказано шикер, девушка, ну край, ты же королева, кому хочешь выбирай. Девушка, ну край-яй-яй-яй-яй, девушка, ну край-яй-яй-яй-яй. Сказано шикер, девушка, ну край, ты же королева, кому хочешь выбирай. Девушка, ну край-яй-яй-яй-яй, девушка, ну край-яй-яй-яй-яй. Başlara kırmızı kışkırtımın açın. Hey! Zorbalım içimde saymadım sevdim seni. En karamızda kalan taş büyüdürmemeli, büyüdürmemeli. Asal asal bağlasın, canım sana yüreğimden sütün bağrı sollasın. Asal asal bağlasın, canım sana yüreğimden
Sen
Reklam, konuşun, muhalim, sana konuşlardan.
Bardan bolangizlar, har doim to'ylarda yuringizlar. To'ylarimiz to'yga ulaşsın. Har doim to'ylarda diydor ko'rish hammalarimizga nasib qilsin. Mana shunday to'ylar bo'lib tursa, kasallarni unutib yuboramiz. Amon bo'lingizlar. O'yinchilarimiz uchun bir qasaklaringiz bilan. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Har kimga ham mana shunday Koşonalarda to'y qilish nasib qilsin. İstanbul'da unutulmaz kuni, unutulmaz kechemizning bittasi bugun bo'ldi. Mana shu to'yimizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz orasidan yana prezga loyiq o'ynagan ukalarimizdan, opalarimizdan o'rtaga prezga taklif qilar ekanmiz. Kelinimizni hurmatlab kelgan atayin bitta
xolasi Gulnoz opamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Kelinimizni og'ayinlardan yana bitta yigitimiz Saparov Fakhriddin ukamizni o'rtaga prezga taklif qilamiz. Marhamat ishi bilan birgalikda to'yimizni boshidan hozirgacha o'ynab kelgan shu yerda ikkita yigitimiz bor. Ismingizni to'g'ri bilgan bo'lsak, Dayanch Vepa. Sizlar uchun отдельный prezimiz bor. Marhamat. Fakhriddin bolasini o'rtaga taklif qilamiz. Gulnoz opamizga. Marhamat. Dayanch ukamiz bilan birgalikda Vepa akamizga. Fakhriddin uchun aman bo'ling. To'ylar to'y bo'lsin, sog' bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, aziz mehmonlarimiz. Bugun shu Kanada aqlini hurmatlab bizga kelgan barcha qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, barchalaringizni mana shunday to'ylarga yetib yurishlaringizni niyat qilar ekanmiz. Yana bir bor kelik-kuyovlarimizni bugun nikoh to'ylari bilan tabriklab, duo berayotgan akalarimizdan bor bo'lsa, davramizga kelsin. Aziz mehmon do'stlarimiz, qarindosh urug'larimiz, bugun davramiz to'riga yarashgan to'yimizni podshosi Farhajon, yoniga yarashgan go'zal mahbubasi Elmiraxon. Yana bir bor nikoh to'ylaringiz bilan tabriklaymiz. Bugun shu xonadon aqlini hurmatlab izohlab kelgan barcha qarindoshlar, yaqin o'rtoqlarimiz, barchalaringizni shunday to'ylarga yetib yuringizlar deb Xo'jamkovlar oilasi va Murodovlar oilasining ko'rgan quda-qudachiliklari ming yillik bo'lsin. Mana shu farzandlarim nasib bo'lsa, baxtli kunini ko'rib yashasin. Mana davramiz to'riga yarashgan yigitlarimizni alosi bo'lgan Amandonat akamiz bilan Zaynabxon yangamizni farzandlari Farhodjon, yo'llariga yarashgan go'zal mahbubamiz Elmiraxonni yetishtirgan Eshqot akamiz va Safargulxon opamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Mana bugun farzandlaringiz voyaga yetib, nikoh to'ylarini, unutilmas kechamizni Istanbulda masal tekligida berish nasib qilibdi. Shunday go'zal bo'lsinki hayotingiz, nasib bo'lsa rizqingiz Istanbul kabi buyuk bo'lsin. Baxtli xonadoningizning baxtli bekasi bo'lib yashangizlar. Yoningizga yarashgan mahbubangiz umrlik yostiqdoshingiz bo'lsin. Havas qilgan elimiz sizlarga hamisha havas qilib yashasin. Ona otalaringiz kabi baxtli bo'lingizlar. Boshingizni baxt eksin, g'am egmasin. Biring suluv, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Farhajon, Elmiraxon, bugungi nikoh to'ylaringiz. Bugun İstanbul'da 2020 yıl 17 oktyabr. Sizning ilk hayotga, baxtli hayotingizning mustaqil hayotga qadam qo'ygan unutilmas kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Baxtli oshxonamizni go'zal o'tkazgan ekanmiz. Endi esa duoga kelamizda, duo olgan omondir. Qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deganlar edik. Davramizga Nurjo akamizni taklif qilamiz. Murza, keling yo'llarimiz uchun duo bersangiz. Sözü bırakılan için rahmet. Ciğenim Farhat, kelinimiz Elmira'nın vaqt kechasida o'ynayotganmiz. Ularga uzoq umr va jon sog'lik tilayman. Ammam va kelin jesamga vafoli kelin bo'lishini tilab qolaman. Uzoq umr ko'rishlarini tilab qolaman. To'yimizning yakunida herkes yog'in qarindoshlarga tashrif buyurgani uchun tashakkur etaman.
Bunlar için bir fırsat bulsa teşekkür ederim. Şularning ulu kızı ko'p bo'lsin va boqlari hamisha shu ko'ngildagi bo'lsin. Alloh Salomat bo'ling. Aytganingiz kelsin, nasib bo'lsa quchoqlariga farzandlar yarashganda farzandlari to'yda ham duo berib yurish Mirzo akamizga nasib qilsin. Mana shu to'yga ko'zi tushgan barcha qora ko'zlar shunday to'ylarga yetib yursin. Bo'ydoq yigitlarimiz Farhot kabi kuyov bo'lsin. Davramiz to'yiga yarashgan go'zal mahbuba malikamiz ELMIRA kabi go'zal kelin bo'lsin deganlar. Bir qarsaklaringiz bilan bugungi to'ydan, bugungi kechamizdan mamnun bo'lgan barchalaringiz, mamnun bo'lgan bo'lsalaringiz bir qarsaklaringiz bilan. Salomat bo'lingizlar, yoshlarimiz qo'sha qarisin, balki yoshlarimizning lablaridan kulgu, chehralarimizdan tabassum sehri arimasin, hayoti mana ko'rib turganimiz suv kabi tiniq bo'lsin. Mustaqil hayotingizda hech qachon yo'lingizga tiskinlik bo'lmasin. Manasi bo'lsa, quchoqlaringizga bitta emas, ikkita egiz farzandlar yarashsin. Bittasi o'g'il, bittasi qiz bo'lsin. Farzandlar to'yda qatnashish shu qora ko'zlarning barchalariga nasib qilsin. Kelgan mehmon do'stlarimiz, qadamlaringiz uchun, ranjida qilganlaringiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. To'ylaringiz to'yga ulashib yursin. Tuningiz xayr o'tsin. Yaxshi dam oling darkamiz. Sizlar uchun nafaqat Turkmaniston o'zra, bugun İstanbul o'zra o'zining bilbilgo'yi ovozi bilan elimizga manzur bo'lib kelgan Shabaqromjon Umbarov xizmatingizda bo'ldi. Hamda kamerachi yigitlarimizni ishlariga omad bo'lsin. Soyingman ortingdan ergashgan, yostig'ingman dardlaring dardlashgan, dikdirman to'ylaring o'tkazgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tuningiz xayr o'tsin, yaxshi dam olingizlar. Zaključni qo'shig'imiz aziz mehmonlarimiz, so'ng qo'shiqlarimiz bugun kelin kuyovlarimiz uchun xursandchiligiga qo'shilgan barchalaringizni so'ng qo'shiqlarimiz uchun o'rtaga o'yinga taklif qilamiz. mana shu qo'shig'imizni, yangi qo'shig'imizni Kuntamdor Madamni degan qo'shig'imizni kelin kuyovlarimizni sovg'a deb ataymiz.
Kaşım tikir tikir koymaysan Seven başka çekerler düşünmedim Doğrusu nedenliğini bilmedim Sen yanında likir likir oynaysan Hasenleşim tikir tikir koymaysan Seven başka çekerler düşünmedim Doğrusu nedenliğini Klip kanalımızı kısalttıklarımız Mahmut. Klip kanalımızı kısalttıklarımız Mahmut.